Go'shtli qovurma sho'rvadan qolishmaydigan tuxumli sho'rva. Qani ketdik. Bismillah deb barcha mahsulotlarni qovurma sho'rvaga to'g'ragandek to'g'rab olamiz. Qozonga yog' solib qizdirib, to'g'ralgan piyozni solib yaxshilab qovuramiz. Kartoshka, sabzi solib yaxshilab qovuramiz. Chesnok, tomat solib, tomatni ustiga ozgina shakar sovarsangiz, taxirini oladi tomatda. Yaxshilab qovurishda davom etamiz. Tuz, ziravorlar solamiz va eng asosiysi ozgina mehrimizni ham sovaramiz. Yaxshilab qovurib, suv solamiz. Men ko'katni orqasini ham yuvib sovordim yaxshilab boylab. Lavr bargini xohishga qarab solasiz. 1 soat miltillab qaynagandan keyin ko'katni orqasini olib tashlaymiz, lavr bargini ham va tuxumlarni bittadan chaqib solamiz. Tuxumni xohlasangiz pishgandan keyin ikkiga bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Pishgan sho'rvamizni chiroyli qilib kosalarga suzib, ko'katlar bilan bezatamiz. Go'shtli qovurma sho'rvadan aslo qolishmaydigan sho'rvamiz tayyor. Bay, buni mazasini qilib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.